Assalomu alaykum Xorazm ahli. Mana bugun so'p berdik. Kuxna, toza kuxna buyog'dan solingan. Ajoyib deb. Birinchi kamada kuxna soldi, buyog'dan отдельный kuxna solgan. Shuni shipirladi. S5 shipir bilan shipirladi. S5 shipirdan keyin mana pena so'yib berdik. Mana kiralaridan ochiqlari ham yo'q, вообще qolmadi umuman. Hem ısısını ötürmeydi endi, hem soğuk ötürmeydi. İçkeridagi issiqlik ham chiqib ketmaydi. Shuning uchun nima deydi bir penopoliuretan eng высший качественный izolyatsiya hisoblanadi. Teshik, havo, hech narsa o'tmaydi ham, kirmaydi ham, chiqmaydi ham bu yerdan. Nima daga? Ne bo'ldi qani? Ko'ndagidek bo'ldimi? Ko'ndagidek bo'ldi aka. Ajoyibman. Rahmat xizmatlar uchun. Bo'ldi. Hammaga tavsiya etasizmi? Hammaga tavsiya etaman, xudo xolasa. Shu kasbingizdan barakat toping. Ana rahmat hamisha. Qanday bo'lishini dedim. Kutdingiz. Yetib qisira bo'lsa. Men ajoyib bo'ldim. Qulay to'g'almasak, chi Bravo. qo'yalmasak. Shuna xudo xolasa ajoyib bo'ldi. Bayat barakan. Avvalda. Pena degan, pena plastik deydimi? Penopoliuretan. Ovosh, pena. Shu bir ukam bilan tanishib, shuni olib keltirdim, men quvonib o'tiribman, hozir. Bo'ldi bir yarim soat, 1 soat ketadi ekan bu ishga. Rahmat, kasbingizdan barakat toping. Tavsiya etaman hammaga. Bo'ldi, tavsiya qilaman. Rahmat hammaga. Kasbingizdan barakat toping. Hammaga Xorazm ahli. Rahmat, sog' salomat. Qoldik, kasada qoldik.